Diana Yagafarova. O'zbekistonlik tomoshabinlar bu ismni yaxshi eslaydi. Bundan 10 yil avval Super kelinchak filmi orqali o'zbek kino san'atiga kirib kelib, birgina roli bilan mashhurlikka erishgan aktrisa kino sohasida ko'p ish qilishga ulgurmay sahnani tark etgan edi. Aktrisa Bahrom Yoqubovning Super kelinchak, Ichkiyov, Zirapcha nomli filmlarida suratga tushgan edi. Lekin Zirapcha filmi katta ekranlarga chiqishiga bir necha kun qolganda Diana Yagafarovaning nomaqbul videolari tarqaldi. Ushbu videodagi erkak esa rejissyor Bahrom Yoqubov ekani aytildi. Zirapcha bor yo'g'i bir marta, unda ham premyera kuni katta ekranlarda namoyish etildi xolos. Bo'lib o'tgan voqealardan so'ng aktrisa ham, rejissyor ham butkul ko'rinmay ketdi. Bir necha yildan keyin Bahrom Yoqubov boshqa ijodkorlar nomi ostida o'z rejissyorlik ishlarini taqdim etishni boshladi. Diana esa o'zbek yigitiga turmushga chiqqani haqida xabarlar tarqaldi. Anchadan buyon nomi hech qayerda tilga olinmayotgan Diana Yagafarova O'zbekistonda chop etiladigan jurnallardan biriga intervyu berdi. Jurnalga joylashtirilgan suratlardan ko'rinib turibdiki, o'tgan yillarda Diana Yagafarova o'zini oilaga baxsh etgan. U 2 o'g'il farzand ko'rgan. Ayni damda ushbu jurnaldagi suratlar ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda.